Hammaga salom, sizlar bilan To'rik Yusuf. Bugun biz sizlar bilan PUBG'ni top 20 ta sirni ochishga harakat qilaman. Videoni boshlashimdan oldin sizlardan bitta iltimos, xuddi shu videoga like va komment qoldirib keting. Keyingi safar qanday video chiqarishimni ham yozib ketishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha o'sha yozgan fikringizni o'qib, video chiqarishga harakat qilaman. Agar biz yashil kiyim kiyib oladigan bo'lsak, o'tni ichida ko'rinishimiz qiyin bo'lar emish. Qani, tekshirib ko'ramiz. Xo'p, men shu yerda tanladim. O't ancha uzunroq ekan. Qanday ko'rinyapman endi? Hozir kamerani to'g'rilab olaydi. Xo'p, men uncha ko'rinayotganim yo'q. Tashqaridan qanaqa bilmadim. Keyingi kiyimimiz ko'k rang bo'lgani uchun men suvda sinab ko'rishni tanladim. Qani tekshirib ko'ramiz. Hop, men kiyimim ko'k rangda, menimcha suv ichida ko'rinmasligi ham mumkin. Endi bilmayman, hozir ko'ramiz. Endi sho'g'im ko'rishga harakat qilaman. Tashqaridan qanaqa? Hop, sho'ng'iymiz. Mana bu agar buni qaydaligim bitta his qilsa, yo menimcha ko'rinsa kerak. Chunki ana orqasidagi oq rang ancha bildirib qo'yapti. Men birinchi kiyimga 10 dan 7 ball berishga qaror qildim. Ikkinchi kiyimimizga esa 10 dan 5 ball berishga qaror qildim. Sizning fikringiz qanaqa? Kommentariyaga yozib keting. Agar biz energetik ichadigan bo'lsak, tez yugurar emishmiz. Tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, men energetik ichmasdan yugurishni boshladim. Ko'rib turganingizdek, men 11:60 sekundda yetib keldim. Endi esa men energetik ichib yugurib ko'raman. Energetikni ichib olamiz va ketdik. Ko'rib turganingizdek, personajimiz 11:76 sekundda keldi. Demak, bu yolg'on fakt. Keyingi faktimiz esa suvga granat otsak bizga ta'sir qilmas emish. Qanunda biz sinab ko'ramiz. Xo'p, mana qo'limda granata tashladim. Tashlagan joyimga sakrab ko'rdim, mana ko'rdinglar. Joyimda turaman, endi nima bo'larkin? Ketmadi-ku jon. Ko'rib turishlar, bu ham yolg'on fakt ekan. Keyingisi qaysi mashina tez? Buggy, pick-up yoki UAZ? Unda biz birinchi buggy'dan boshlab ko'ramiz. Qani men sekundamerni qo'ydim, bosdik. Demak, buggy 684 sekundda yetib kelar ekan. Endi navbat pick-up mashinasiga. Demak, pick-up 606 sekundda yetib kelar ekan. Va nihoyat navbat UAZga keldi. Demak, UAZ 670 sekundda yetib kelar ekan. Mana bizda yig'ilgan общий statistikalar ko'rishingiz mumkin. Bilishimcha, AVM va M24 da turib o'tilsa, addachi o'zgarmas emish. Qani sinab ko'ramiz unda. Mana meni qo'limda M24 turibdi. Otib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, menimcha uncha o'zgarish bo'lmadi. Demak, bu to'g'rimi yo'qmi bilmadim. Komment yozib keting. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib ketishni unutmang. Siz bilan To'rik Yusuf bo'ldi.